Tak. Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan Ahmed va bugungi kundalik tahlilda va prop va trade recap ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun sizlarga Fundednext akkauntimni, yangi olgan shotlarimni ko'rsataman va kechagi qilgan сделкамni. Ko'rib turishingiz mumkin, kecha o'tgan kun, ya'ni Stellar Light 2 etapli challenge oldim, $10,000 Fundednextdan va kecha 1% foyda qildim. Kechagi rekapimni ko'rsatishdan oldin bugun sizlarga bugun trade tahlilini ko'rsatmoqchiman. Keling, Dixie'dan boshlaymiz. Dixie dailyda ko'rasizlar, kechagi kun bullish yopilgan. Bu meni sal qo'rqityapti, chunki bugun o'zi men overall order flow berish bo'lgani uchun sal cho'chiyapman sell kirgani, lekin men aldamchi deb o'ylayapman. Ya'ni bir ikkita chiqib qolishi mumkin mana shunaqa candle'lar. Shunaqa deb o'ylayapman. Balki adashishim ham mumkin. Shunaqa ssenariy, ikki xil ssenariy bor menda. Yevroda ko'rsataman, dollarda hozir nima kutayotganimni aytib o'taman. 1 soatlikda men SMT kutmoqchiman, aynan yevro bilan. Keling, mana buni target qilib olamiz. Agar bugun trade bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sell ko'radigan bo'lsak, dollarda mana shugacha men xohlardim kelishini. Kelinglar, endi yevroga o'tamiz. Yevroda men qanaqa ssenariy kutyapman? Mana SMT, mana bunaqa SMT kutyapman. Aynan mana order blokka kelib, 4 soatlik order blokka kelib, reaksiya olishini. Menga vaqti ham muhim, soat 3-4 da bo'lishi kerak yoki 9-10 da bo'lishi kerak. O'shani vaqtlarini kutaman. Agar soat 3 da mana buti keladigan bo'lsa va pastga reaksiya oladigan bo'lsa, meni bayisim kunlik bayisim sell bo'ladi. Ya'ni men New Yorkda bayi kirmayman. Tushunarli? Ya'ni London sell yursa, men bayi kirmayman New Yorkda. Shunaqa. Xuddi mana shunaqa ssenariy kutaman. Hozir chizib ham beraman o'zim uchun va sizlar uchun ham. Xuddi mana shunaqa ssenariy yoki mana bunaqa ssenariy. Dalcha ketishi. Chunki bo'lishi mumkin, nimaga kechagi candle bearish yopilgan. Bo'lishi mumkin, bugun ham bearish yopilishi katta ehtimol bilan. Lekin men xohlamayapman u narsani. Nimaga? Iqtisodiy yangiliklar, boshqa narsalar, men order flow men xohlamayapmanki, bu bearish yopilishini. Ikki xil ssenariy bor menda. O'shaning uchun men bugun Londonni kutaman. Qayerda bo'lishini kutaman. Ya'ni narx qayerda bo'lishi menga muhimroq. Soat 3 da. Tushunarli? Kelinglar, GU da menda aniq bir joy yo'q kiradigan. Balki mana bu order blok bo'lib qolishi mumkin. Balki mana bu sweep bo'lishi mumkin va endvokdan reaksiya ko'rishimiz mumkin. Bilmayman, lekin katta kutmayapman, to'g'risini aytsam. Mana bu bo'lishi ehtimoli sal pastroq. Ko'ramiz buni. Dollardaman. Oltinda men kutayotgan narsa sal kattaroq откат kutyapman, lekin bo'lish ehtimoli sal kichikroq deb o'ylayapman. Chunki bunaqa bozordan keyin katta откат kutish sal qiyin, ehtimoli sal kamroq. O'shaning uchun ko'ramiz, agar yaxshi kelaveradigan bo'lsa, mamtliga kelaversa, mana buy sidegacha yaxshigina ishlavasi bo'ladi menimcha. Как раз bizda mana bu Osiyoning lowi mamutda-yu. Okey, mana mamut deb olamiz. Shunaqa yevroda mana shunaqa ssenariy. Ya'ni SMT bo'lishi va yevro order blokdan reaksiya olishi. Va kechagi trade recap qilmoqchi edim.
juda cho'zilib ketyapti, gapim bir-biriga to'g'ri kelmayapti. O'shanga sal qisqaroq qilaman. Kecha soat 3 da 3am inversion bo'ldi. Ya'ni soat Londonda mana bu yerda SMT qilib, dollar bilan mana bu candle'larni ko'rib, tepaga qaragan candle'larni ko'rib, mana bu candle'da buyga kirdim. 1% risk va tekam o'zi izначально mana bu yerda edi, lekin 3% ga ham keldi, mana 3% ga ham keldi, lekin 1% chiqib ketdim. Ya'ni bildimki sal pastroq yurmoqchi va yengillik bor edi kecha CPI, o'shaning uchun chiqib keta qoldim 1% bilan. Yomon bo'lgani yo'q. O'shaning uchun shukr, shunga ham sizlar bilan umid bo'ldi. Bugungi rekap yoqqan bo'lsa, like bosinglar, komment yozib ketinglar albatta. Sizlar bilan umid bo'ldi. Xayr salomat bo'linglar.